Sayfullayev 20-mashqni bajargan chiqdi-ku, aholining zich ko'chalarida amaliy mashg'ulot o'tash uchun harakatlanish vaqtida harakat sel qatnoviga e'tibor qilasan, yo'ldagi belgilarga, transportlarning harakatiga e'tibor kuchaytirasan. Xo'p. Davay harakat tezligini ozgina oshir, avtomobil bilan orada masofani toraytirasan. Hop. Yaxshi. Endi sekinlashga harakat qilasan. Jo'stka qattiq напряженli harakat bo'lmaydi. Bundan keyingi harakatda orqandagilarga, oldindagi haydovchilarga ham e'tiborni kuchaytirib kelasan, ha? 20-mashqimizni tugatib, ha? 22-ikkinchisiga keyin harakat bo'ladi bundan keyin, ha? Ya'ni tartibga solingan va solinmagan chorrahalarda harakatlanish bo'yicha mavzu bajaramiz ham bilan. Tushunarlimi? Yaxshi. Qara, chorrahaga yaqinlashdik. To'g'rimizni jo'ski bosma, ha? Напряженный harakat bo'lmasa. Seni oldindagi mashina ham, orqandagi transport ham shunaqa harakat qilsinki, ha? Orqanda yurgan haydovchi cho'chimasin sendan. Nazorat, sen yurib ketsan-ku, o'ng tomoningda, chap tomoningda orqandagi haydovchi maza qilib ketsin. Tushundingmi? Xavfda qolmasin. Ya'ni kerakbo'lsa burilishdan oldin buni yo'q. Ha? Pavrotingni o'zi yoqib qo'yaver chapga. Yo'q pavrotingni. Sababi chapga burilish uchun sen ishora berishsan, to'g'rimi? Bu chorrahaning ichiga kirib borganingda orqandagi transport seni qayerga ketsan, nima qilayotganing haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha ma'lumotga ega bo'lish shart. Tushundingmi? Yo'qmasdan beri buraveradigan bo'lsang, masalan deylik, to'g'ri o'tadigan haydovchi bo'lsa, orqanda qisilib qoladi. O'shaqa holatlar bo'lmasin uchun bu yoqish majburiy, ha? Tushundingmi? Svetofor ishorasi qanaqa ishora bo'ldi? Yashil. Yashilga o'tmoqchi, ha? Sen endi sekin harakatingni boshlaysan. Hop. Sekinroq. Ular biriga yuring. Yur olamiz ikkiga tez, ha? Yaxshi. Mana endi qoidani buzsak nima qiladigan bo'ldi? Yo'l harakat xavfsizligi nozirlari nazorat qiladigan bo'ldi, ha? Demak, ularga ham e'tiborni kuchaytirib kelasan. To'g'rimi? Yaxshi, o trekking orqasiga e'tiborib to'xtaysan. Yoki eshigini ochgan xavfga ham e'tibor qil, ha? Davay, ketib yur. Ya, yuraylik. Yaxshi ketdi. Yetadi, yaxshi.